Makiyajimiz idealniy chiqishi uchun va yuzimiz makiyajsiz ham ideal bo'lib turishi uchun biz poramizni qisqartirdik. Uni chorniy tochkalardan, har xil iflosliklardan tozalab tashladik to'liq va albatta yuzimizning terisini tiniqlashtirib oldik. Va aytganimdek, eng oxiridagi etap, eng asosiy bo'lgan etap bu yuzimizning terisi har qanaqa vaqtda almashadi. Ya'ni o'sha almashgan vaqtida makiyajimizga xalaqit bermasligi uchun, yuzimizning holatiga xunuklik berib qo'ymasligi uchun обязательно qilishimiz kerak bo'lgan ish bu pilinglardan foydalanish. Ya'ni eskirgan, kasallangan, xiralashgan va makiyaj qilayotganimizdagi yig'ilib qoladigan muammolardan qutulish uchun обязательно haftada bir marta pilinglardan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Bu skatka bo'lib, ya'ni mayda-mayda kamochkaga aylanib, yuzimizdagi eskirgan terilardan to'liq tushib ketadi va har qanaqa dog'lardan ham yuzinglarni tozalab